Bola hozir pashshadan fil yasaymiz. Voy desa, prosmotr yaxshi olar ekan. Shunaqa kichkina ko'ngilsizlik bo'ldi. Shunaqa qilib shitchasi qirilgan, chizilgan. Xullas, sosed qiz sekingina chizib, aytdim, parkovkachada bo'lgan voqea. Endi u yoqda joy yo'q deb aytib qo'ydim. Sekingina chizib, sekingina to'yib olibdi. Uy olmagin, qo'shni oladigan maqolga tayangan holda yaxshi maqol shekilli. Endi men shunga o'zim amin bo'ldim bugun. Tepada qo'shni rasmga olib qo'yibdi. Men mashinani topdim, telefon qildim, ko'tarmadilar. Hozir ham telefon qilib ko'ramiz. Sizlar nima qilgan bo'lardinglar? Shunaqa ko'ngilsizlik kichkina-yu, no, это неприятно. Baribir o'zinglarning mulkinglar buzildi, buzilmadi shu. Неприятно как бы. И надо делать за свои деньги, misol uchun-da, o'sha kichkina-yu desang, telefon qilsang ko'tarmasa, qochib ketgan bo'lsa, gay chaqiradigan bo'lsa, uni pravasi lishon bo'lar ekan. Chunki banfer ham nimaga kiradi? DTP sodir qilib qochib ketdi degan vaj bo'lar ekan. Chunki bu narsa bolalarning boshidan o'tgan ekan. Chiqib kommentariyada o'z fikrlarni qoldiringlar. Nima deb o'ylaysizlar? Sizlar nima qilgan bo'lardinglar? Ko'ngilni cho'ktirmaymiz. Gaz bosamiz faqat.